munosabat yaxshi emasmi? Munosabatni yaxshilash uchun uni ilmini o'rganish kerak. Munosabatni sog'lomlashtirish kerak. Misol uchun siz kasal bo'lsangiz doktorga borib dori-darmon ichasiz-ku. Munosabatlar ham kasallikka uchradimi, lekin uni davolash kerak, harakat qilish kerak uning ustida. Bizada insonlar muammo bor, lekin hech qanaqasiga harakat qilishmaydi. Kasal bo'lsa doktorga boradi, munosabatlarda muammoli bo'lsa, o'sha mutaxassisga borib, shu muammoni ochgisi kelmaydi. Nechta ayol telefon qiladi kuniga, mana shunaqa muammoim bor-da, lekin uni hech qayerda aytmaganman-da, даже sizga ham borib aytishga men ayta olmasamchi deyshadi. Oldin keling, deyman, gaplashamiz. Bu muammoingiz menga keragi ham yo'q. Siz hozirgi holatingiz nima bo'lyapti? Hozir nimani his qilyapsiz? Baxtlimisiz, baxtsizmisiz, xafamisiz, xursandmisiz? Shu hozirgi holatlaringizni biz o'zimiz bilamiz nima qanaqa ishlashni deyman. Muammoingizni aytishingiz ham shart emas deyman. Shunaqangi yo'llari borki, psixologik taraflama insonni bugungi kunda yashayotgan hayotidagi bo'layotgan vaziyatlari, uni fikrlari bo'yicha siz uni o'sha og'riq qattaligini bilib olasiz.